Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. 11 iyuldan dafn etish bilan bog'liq yangi tartiblar, pensioner vafot etganda nimalar taqiqlanishi, qarindoshlar qanday xatoga yo'l qo'ymasligi va dafn puli, pensiya, bank kartasi hamda hujjatlar masalasida nimalarga e'tibor berish kerak. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz, qarindoshlarimiz orasida pensionerlar bor. Birgina noto'g'ri harakat keyinchalik jarima, pulni qaytarish majburiyati yoki hujjat ishlarida katta muammo keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bu mavzuni oddiy tilda, lekin ekspert sifatida qadam-ba-qadam tushuntirib beraman. Eng asosiysi, internetda barcha pensionerlarga taqiqlanadi degan gaplar yuribdi. Men sizga aynan nima taqiqlanayotganini, kim xavotir olishi kerakligini va kim xavotir olmasligi kerakligini aniq aytaman. Avval ko'pchilik oilalarda tartib shunday bo'lgan. Pensioner vafot etsa, yaqinlari avvalo dafn marosimini o'tkazadi, keyin asta-sekin hujjatlarni yig'adi. Ba'zi hollarda tibbiy ma'lumotnoma kech olinadi. FHDYO orqali o'lim qaydnomasi bir necha kundan keyin rasmiylashtiriladi. Pensionerning bank kartasidagi pul esa yaqinlari tomonidan yechib olinadi. Odamlar buni yomon niyat bilan qilmaydi. Ko'pincha bu pul baribir otamizniki edi. Dafn xarajatiga ishlatdik. Kartada pensiya turib qolmasin deb o'ylaydi. Lekin yangi tartiblarning mazmuni shuki, vafot etgan shaxs nomidan keyingi har qanday moliyaviy harakat, ayniqsa pensiya va ijtimoiy to'lovlarga tegishli pulni hujjatsiz yechish yoki ishlatish qat'iy muammo keltirib chiqaradi. Endi dafn etish jarayoni ham, nafaqa to'lovlari ham, o'limni ro'yxatdan o'tkazish ham ko'proq nazorat qilinadi. Ya'ni masala faqat qabristonga borib marhumni dafn qilish bilan tugamaydi. Tibbiy guvohnoma, o'lim qaydnomasi, dafn joyi, pensionerning to'lovlari. Dafn puli uchun ariza va qarindoshlarning huquqi hammasi bir-biriga bog'langan. Eng ko'p tarqalayotgan xato fikr shuki, 15 yildan pensionerlarni dafn etish taqiqlanadi yoki pensiyalar uchun alohida cheklov qo'yildi. Yo'q, bunday tushunish noto'g'ri. Hech kim pensionerni dafn etishni taqiqlamaydi. Taqiqlanayotgan narsa boshqa. Vafot etgan odam nomidan pensiya olish, kartasidan pul yechish, o'limni yashirish, hujjatsiz dafn qilish, qabriston qoidalarini buzish, ajratilmagan joyga dafn qilish, noqonuniy to'lov berish yoki olish, dafn puli masalasida soxta hujjat topshirish. Men buni juda sodda qilib aytaman. Marhumning hurmatini joyiga qo'yish boshqa. Marhum nomidan pul aylantirish boshqa. Davlat yangi tartib bilan aynan ikkinchi holatni to'xtatmoqchi. Birinchi navbatda pensioner vafot etgan kun huquqiy jihatdan juda muhim sana hisoblanadi. Chunki pensiya to'lovi tirik shaxsga beriladi. Shaxs vafot etgandan keyin uning nomiga kelgan yoki uning nomidan olingan pensiya tekshiruvida ortiqcha to'lov deb topilishi mumkin. Masalan, otaxon 10 iyul kuni vafot etdi. Lekin pensiya 15 iyul kuni kartaga tushdi. O'g'li yoki qizi bu pulni 16 iyul kuni yechib olib dafn xarajatiga ishlatdik desa ham, keyinchalik pensiya jamg'armasi yoki bank bu pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Chunki pul tushgan vaqt va vafot sanasi solishtiriladi. Yana bir misol. Onaxon har oy 1200 ming so'm pensiya olgan. U kishi 12 iyul kuni vafot etdi. Qarindoshlari o'limni darhol rasmiylashtirmadi. Kartadagi pulni esa 20 iyul kuni yechib oldi. Bir oy o'tib ma'lumotlar bazasi orqali o'lim qayd etildi. Shunda tizim ko'radi, odam vafot etgan, lekin undan keyin pensiya yechilgan. Qarindoshlar pulni qaytarishga majbur bo'lishi mumkin. Agar bu bir necha oy davom etsa, masalan 3 oyda 3600 ming so'm pensiya olingan bo'lsa, summa ham kattalashadi, tushuntirish qiylashadi. Ikkinchi muhim masala. Dafn puli yoki dafn nafaqasi. Ko'pchilik bilmaydi. Pensioner vafot etganda uning dafn marosimini tashkil qilgan shaxs tegishli tartibda dafn puli olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu pul marhumning kartasidan yashirincha yechiladigan pul emas, balki qonuniy rasmiylashtiriladigan to'lovdir. Ya'ni dafn xarajatini qoplash uchun yo'l bor, faqat uni hujjat bilan qilish kerak. Shu sababli men doim aytaman. Kartadan shoshilib pul yechmang. Avval o'lim hujjatini rasmiylashtiring, keyin dafn puli uchun murojaat qiling. Uchinchi masala dafn joyi. Oldin ayrim hududlarda odamlar otamiz shu yerga vasiyat qilgan. Qarindoshlarimiz yoniga qo'yamiz, bo'sh joy bor ekan deb qabriston ichida yoki tashqarisida kelishuv asosida joy tanlashga harakat qilgan.
Endi bunday masalalarda tartib qat'iylashadi. Dafn faqat belgilangan qabristonda, ajratilgan hududda, qabriston ma'muriyati yoki mas'ul shaxslar ruxsati bilan amalga oshirilishi kerak. Bu nima uchun kerak? Birinchidan, sanitariya xavfsizligi uchun. Ikkinchidan, yer hisobini yuritish uchun. Uchinchidan, keyinchalik qarindoshlar o'rtasida bu joy kimniki edi? Nima uchun bu yerga dafn qilindi degan nizolar chiqmasligi uchun. Hujjatsiz dafn qilish. Ba'zan odamlar shoshilinch dafn marosimi sababli keyin hujjat qilamiz deyishadi. Lekin o'lim sababi tibbiy guvohnoma, FHD yo'q qaydi bo'lmasa, keyinchalik meros, bank omonati, uy-joy, pensiya, sug'urta, aliment, qarz, kredit kabi masalalarda jiddiy muammo chiqadi. Masalan, marhumning nomida uy bor. Farzandlari meros oshmoqchi. Notarius birinchi bo'lib o'lim haqidagi guvohnomani so'raydi. Agar hujjat noto'g'ri yoki kech rasmiylashtirilgan bo'lsa, meros ishi cho'ziladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda uyida keksa pensioneri bor oilalar. Ayniqsa pensionerning bank kartasi farzandlari qo'lida bo'lsa, mobil ilovasi boshqalar telefoniga ulangan bo'lsa, pensiya har oy avtomatik yechib olinayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak. Ikkinchidan, dafn marosimlarini tashkil qiluvchi mahalla faollari, imomlar, qabriston mas'ullari, marosim xizmatlari bilan shug'ullanuvchilar ham yangi tartibni bilishi shart. Uchinchidan, uzoqda yashaydigan farzandlar ehtiyot bo'lsin. Ota-onasi vafot etganda qishloqdagi qarindoshi kartadan pul yechib olsa, keyin javobgarlik kimga tushishi masalasi chiqadi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz hamma ishni qonuniy qilsangiz, ya'ni o'limni o'z vaqtida qayd qildirsangiz, dafnni belgilangan joyda o'tkazsangiz, marhumning pensiyasini yashirincha olmasangiz, dafn puli uchun hujjat bilan murojaat qilsangiz, sizga hech qanday ortiqcha muammo bo'lmaydi. Yangi qoidalar oddiy odamni qiynash uchun emas, tartibsizlikni kamaytirish uchun joriy qilinadi. Endi eng nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, kartadagi pulning hammasi taqiqlanadimi? Yo'q, bunday emas. Kartadagi pulning kelib chiqishi muhim. Agar karta hisobida marhum tirikligida yig'ilgan shaxsiy mablag' bo'lsa, bu meros tarkibiga kirishi mumkin. Lekin vafotdan keyin tushgan pensiya yoki ijtimoiy to'lov alohida tekshiriladi. Siz bankka borib, bu pul merosmi yoki ortiqcha to'lovmi degan masalani hujjat asosida hal qilishingiz kerak. O'zboshimchalik bilan yechib olish eng xavfli yo'l. Ikkinchi nozik jihat, ishonchnoma. Ayrim pensionerlar farzandiga notarial ishonchnoma bergan bo'ladi. Farzand shu ishonchnoma bilan pensiya yoki bank ishlarini yuritadi. Lekin shuni biling, ishonchnoma shaxs vafot etgandan keyin amalda kuchini yo'qotadi. Ya'ni menda ishonchnoma bor edi deb vafotdan keyin pul yechish to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, buyingiz sizga bank ishlarini yuritish uchun ishonchnoma bergan. Buyingiz vafot etgach, siz u ishonchnoma bilan pul yechsangiz, keyin bank yoki tegishli idoralar savol beradi. To'g'ri yo'l. O'lim guvohnomasi, meros hujjatlari va qonuniy tartib. Uchinchi nozik jihat, dafn xarajatini kim qilgan bo'lsa oldimi? Amaliyotda dafn puli odatda marosimni tashkil qilgan shaxsga berilishi mumkin. Lekin buni isbotlaydigan hujjatlar kerak bo'ladi. Masalan, marhumning o'g'li chet elda, qizi boshqa viloyatda dafnni esa jiyani tashkil qildi. Keyin hamma dafn pulini olishni xohlasa, nizoga sabab bo'ladi. Shuning uchun oilada bir kishini mas'ul qiling. U hujjatlarni yig'sin, arz bersin, xarajatlarni yozib borsin. 4-nozik jihat. Mahalla yoki qabristonda noqonuniy to'lovlar. Qabriston joy uchun rasmiy tartibdan tashqari falon so'm berasiz. Yaxshiroq joy kerak bo'lsa alohida to'lov bor. Hujjatni keyin qilamiz degan gaplar bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Har qanday to'lovning asosi bo'lishi kerak. Kvitansiya, shartnoma, rasmiy tarif yoki mahalliy tartib. Agar siz naqd pul berib hujjat olmasangiz, keyin kimga nima berganingizni isbotlay olmaysiz. Bu nafaqat pul yo'qotish, balki noqonuniy ishga sherik bo'lib qolish xavfini ham tug'diradi. 5-nozik jihat, marhumning qarzlari va kreditlari. Pensioner vafot etgandan keyin uning pensiyasini yechib olib, keyin meros ishida qarzlar chiqib qolsa, farzandlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Masalan, otaxonning kartasidan 2000 so'm yechildi. Keyin bank krediti borligi aniqlandi, yana uy merosi ochildi. Kim pulni oldi? Nima uchun oldi? Dafnga ishlatildimi yoki boshqa maqsadgami? Bularning hammasi savol bo'ladi. Shuning uchun dafn xarajati bo'lsa ham imkon qadar chek, yozuv, guvoh, ariza bilan ish qiling. 6-nozik jihat. Vafot sanasini kech rasmiylashtirish. Ayrim odamlar pensiya tutsin,
keyin o'limni qayd qilamiz deb o'ylashi mumkin. Bu juda xavfli xato. Chunki elektron tizimlar bir-biriga bog'lanib bormoqda. Tibbiyot muassasasi, FADYO pensiya idorasi, bank ma'lumotlari solishtiriladi. Bugun bilinmasa ham keyin aniqlanishi mumkin. Natijada ortiqcha olingan pul qaytariladi. Ba'zi holatlarda tushuntirish xati, tekshiruv yoki javobgarlik masalasi ko'tariladi. 7-nozik jihat, diniy odatlar va davlat tartibi bir-biriga zid emas. Ba'zi odamlar bizda dafnni tez qilish kerak, hujjat kutib bo'lmaydi deydi. Men buni tushunaman. Lekin hujjat ishlarini to'g'ri tashkil qilsa, bu dafnni kechiktirish degani emas. Tibbiy guvohnoma olish, mas'ul shaxsga xabar berish. Qabristonda joyni rasmiy belgilash va FHDYO qayd qilish jarayonlarini parallel olib borish mumkin. Muhimi, umuman hujjatsiz qilamiz degan yo'lga kirmaslik. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Uyda pensioner bo'lsa, uning hujjatlarini oldindan tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya hujjatlari, bank kartasi qaysi bankka tegishli ekani, telefon raqami kimning nomida ekani. Tibbiy daftarcha yoki kasallik tarixi qayerda ekani yaqin qarindoshlar bilsin. Bu yomon niyat emas, bu mas'uliyat. Favqulodda vaziyatda hujjat qidirib yurmaslik uchun kerak. Ikkinchi qadam. Pensioner vafot etgan taqdirda avval tibbiy xodimga murojaat qiling. Agar vafot uyda bo'lsa, hududiy poliklinika tez yordam yoki tegishli tibbiy xizmat chaqiriladi. Agar shifoxonada bo'lsa, shifoxonada tibbiy ma'lumotnoma beradi. O'lim sababi rasmiy tasdiqlanmasdan turib keyingi hujjatlar to'liq yurmaydi. Bu masalada tanish doktor yozib beradi degan yo'lga kirmang. Uchinchi qadam. O'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma asosida FHDYO orqali o'limni qayd qildiring. Odatda pasport yoki ID, tibbiy ma'lumotnoma, marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, bu haqda tegishli idoraga aytiladi. O'lim guvohnomasi keyingi barcha ishlar uchun asos bo'ladi. Dam puli, bank, meros, pensiya to'xtatilishi, uy-joy masalalari. 4-qadam, pensionerning bank kartasini ishlatmang. PIN kodni bilsangiz ham, mobil ilova ochiq bo'lsa ham, kartada pul turgan bo'lsa ham shoshilmang. Agar pul dafn uchun juda zarur bo'lsa, qarindoshlar o'zaro vaqtincha yordam qilsin. Keyin dafn puli qonuniy rasmiylashtirilsin. Chunki kartadan noqonuniy yechilgan pul keyinchalik bir necha barobar muammo keltirishi mumkin. 5-qadam, dafn puli uchun murojaat qiling. Buning uchun odatda o'lim guvohnomasi, ariza, murojaat qilayotgan shaxsning pasport yoki ID ma'lumotlari, marhumning pensiya olgani haqidagi ma'lumot, bank rekvizitlari talab qilinishi mumkin. Hududingizda bu pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli elektron tizim orqali bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga telefon qilib yoki borib, aynan sizning holatingizda qaysi hujjat kerakligini so'rang. 6-qadam, qabriston masalasini rasmiy hal qiling. Mahalla raisi, qabriston mas'uli yoki hokimlik tomonidan belgilangan tartib bo'yicha joy ajratilishini aniqlang. Agar oilaviy qabr yoniga dafn qilish istagi bo'lsa, buni ham ruxsat bilan qiling. Joy bor ekan deb o'zboshimchalik qilmang. Keyinchalik boshqa qarindosh e'tiroz bildirsa yoki qabriston rejasi bo'yicha muammo chiqsa, marhumning oilasi noqulay ahvolga tushadi. 7-qadam, barcha xarajatlarni yozib boring. Marosim uchun transport, kafanlik, qabr qazish, xizmatlar, hujjat xarajatlari bo'lsa, kamida oddiy daftar yoki telefon yozuvida qayd qiling. Agar chek berilsa saqlang. Bu ayniqsa bir necha farzandli oilalarda muhim. Keyin hamma xarajatni men qildim, yo'q, men pul berganman degan gaplar chiqmasin. 8-qadam, meros masalasini kechiktirmang. Marhumning uy-joyi, yer uchastkasi, omonati, avtomobili, bankdagi puli, qarzi yoki krediti bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Odatda meros masalalarida muddatlar bo'ladi. Shuning uchun yillar davomida kutib yurish noto'g'ri. Pensiya kartasidagi shaxsiy mablag' ham meros tartibida hal qilinishi mumkin. 9-qadam, agar siz oldin bilmasdan marhum pensionerning kartasidan pul yechgan bo'lsangiz, vaziyatni yashirmang. Pensiya bo'limiga yoki bankka borib holatni tushuntiring. Qaysi summa vafotdan oldin tushgan, qaysi summa keyin tushgan, pul nima maqsadda ishlatilganini aniqlashtiring. Ko'pincha muammoni o'z vaqtida tan olib, qonuniy yo'l bilan hal qilish keyinchalik katta tekshiruvdan yaxshi. 10-qadam, oilangizdagi keksa insonlarga ham tushuntiring. Ba'zi pensionerlar kartasini bir farzandiga berib qo'yadi. Boshqasi bundan norozi bo'ladi.
ertaga vafotdan keyin mojaro chiqmasligi uchun hozirdanoq ochiq gaplashish kerak. Karta kimda turadi? Pulni kim olib beradi? Hujjatlar qayerda? Favqulodda vaziyatda kim mas'ul bo'ladi? Bu gaplar og'ir tuyuladi, lekin oilani kelajakdagi nizodan saqlaydi. Demak, 15 iyuldan muhim e'tibor beriladigan masala shuki, pensioner vafot etgandan keyin uning nomidan pensiya olish, kartasidan pul yechish, o'limni yashirish, hujjatsiz dafn qilish va qabriston tartibini buzish mumkin emas. Pensionerni dafn etish taqiqlanmaydi. Aksincha dafn jarayoni hujjatli, tartibli va shaffof bo'lishi talab qilinadi. Kim hamma ishni qonuniy qilsa, u hech narsadan qo'rqmaydi. Men sizga tavsiya qilaman, hujjat oldindan tartibga keltiring. Vafot holati tibbiy ma'lumotnoma va o'lim guvohnomasini rasmiylashtiring. Kartadan shoshilib pul yechmang. Dafn puli uchun qonuniy murojaat qiling. Qabriston joyini ruxsat bilan tanlang va barcha xarajatlarni yozib boring. Agar sizning oilangizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa yoki dafn puli, pensiya kartasi, o'lim guvohnomasi bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarda yozing. Men eng muhim savollarga keyingi videolarda javob beraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.